Alloh taologa ishongan holatida hasbunalloh desa, Alloh tomonidan qanday yordam keladi? Allohning qanday marhamati bo'ladi? Biz o'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Qachon bandalar bir yurakdan faqat Allohning o'ziga ishonib turib hasbunalloh deganda qanday marhamatlar, karomatlar, mo'jizalar sodir bo'lganini Alloh Qur'onda bayon qiladi. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga ishonishlikni qanday samara berishligini Ibrohim alayhisalom hayotida ko'ramiz. Hasbunalloh. Bizga Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedi. Qarang, bitta odam bo'lsa aytadi, qo'ylar yosh ekan, bilmay qilib qo'yibdi, bo'pti deydigan birorta odam yo'q. Ina Ibrohim alayhisalomga kerak emas. Holati tang, ahvoli og'ir. Hozir o'tga o'ltirishiga aniq, hech kim yonini olmaydi. Lekin mana shu holatda nima dedi? Allohning o'zi bizga kifoya dedi.